Musavvir Baxtiyor Dedashevning ilk shaxsiy ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Unda ijodkorning 9 yillik faoliyati davomida ishlagan asarlari joylashtirilgan. Yosh rassom miniatyura va xattotlik san'atida birdek ijod qilgan ko'rgazmaning ochilish marosimida qatnashgan hamkasbimiz Yusufjon Yunus ushbu jarayonlardan xabar qiladi. Tasviriy san'at janrlari ichida eng murakkablaridan biri bu miniatyura. Aynan mazkur miniatyura janrida ijod qiluvchi Baxtiyor Dedashev bugun o'zining ilk shaxsiy ko'rgazmasini Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyida namoyish qilmoqda. E'tiborli jihat shundaki, musavvirning 9 yil davomida yaratgan eng sara ijodiy ishlardan 50 tasi aynan mazkur ko'rgazmada o'rin olgan va ko'rgazmaning muhabbat deb atalishda ham o'ziga xos bo'lgan ramziy ma'no bor. Sababi insoniy tuyg'ularning ichida eng o'sha go'zali muhabbat tuyg'usi. Ya'ni bu muhabbat faqat ikki inson o'rtasida bo'ladigan muhabbat emas. Bu ya'ni birinchi Allohga bo'lgan muhabbat va insonlarga bo'lgan muhabbat, qolaversa vatanga, ya'ni o'zimizning ajdodlarimizga, ya'ni shu vatan tuyg'usi iftixori, shu ham bir muhabbat. Ya'ni har bitta asarimda o'sha muhabbatlarni aks ettirishga harakat qildim. Yillar davomida saralanib yurakdan o'tgan tuyg'ular ila ishlangan eng mukammal asarlar bugun bir manzilda jamlandi. Bu yerda muallifning yaqinlari, do'stlari, hamkasblari, ustozlari va san'atga oshno qalblar to'plandi. Ma'lumot uchun ko'rgazma muallifi Baxtiyor Dedashev o'z ijodida asosan Hirot va Buxoro miniatyura maktabi an'analariga tayanadi. U turli mavzularda ishlasa-da, har bir asarda sharq falsafasi va ma'naviyati ko'zga tashlanadi. Baxtiyorov farqi, uni yutug'i ham menimcha, uni avvalambor bilimi, demak, o'qishi biladimi, demak, kitob mutolaa qiladi, fikr yurita oladi, o'ziga xos bir dunyosi bor. Ana shu dunyosini xattotlik orqali, qolaversa miniatyura san'ati orqali ko'proq ifoda qilishga harakat qiladi. Keyin miniatyurada ikkita yo'limiz bor. Bu o'sha azaldan kelayotgan an'analarni davom ettirish bor, birinchisi. Ikkinchisi, ana shu an'analardan kelib chiqqan holda miniatyura san'atini bugungi kundagi hayotga tatbiq qilish, bugungi kundagi ruhiyatni berish. Ikkita yo'nalishni ikkalasini teppa-teng olib borayotgan rassomlarimizdan biri. Zamonaviy miniatyura bugun kitobat san'atining tarkibiy qismi emas, balki mustaqil san'at turi sifatida shakllanmoqda. Biroq Sharq mumtoz adabiyoti rassomlari uchun hanuz asosiy ilhom manbaidir. Baxtiyor Dedashev ham ana shu maktabga sodiq qolgan holatda har bir asarda chuqur falsafiy ma'no, Qur'on oyatlari, ma'rifat so'zlarini mujassamlashtiradi. Muallif yaratgan bejirim xattotlik kompozitsiyalari, nasx, surs, kufiy va nustaliqda yozilgan oyatlar, suralar, hikmatli so'zlar bilan uyg'unlashgan o'simliksimon naqshlar ushbu san'at turining naqadar murakkabligini ifodalaydi. O'zbek miniatyura maktabini, o'zbek miniatyura san'atini targ'ib qilish, davom ettirish juda qiyin san'atlardan biri. Miniatyura san'ati mana shogirdimiz Baxtiyorjon muhabbat deb nomladi o'zini ko'rgazmasini, birinchi ko'rgazmasini. Bu juda chiroyli nom berdi ko'rgazmasiga. Bu muhabbat, san'atga muhabbat, ota-onaga, vatanga bo'lgan muhabbat. Bu yerda juda katta falsafiy ma'no bor. Baxtiyor Dedashevning san'atga, xalqqa, haqqa va vatanga bo'lgan muhabbati ko'rgazmadagi har bir asarda namoyon. Rassomning otasi ham o'z taassurotlarini yashira olmadi. Axir farzand yutug'i har qanday ota uchun eng buyuk baxt. Ancha vaqtlardan beri kutardik, mana mehnatlarini, mevasini bir ko'rgazma qilib ko'rsatyapti. Bundan biz juda minnatdormiz. O'qituvchi, murabbiylari, ustozlaridan xursandmiz. Ularga rahmat. Rassomning ilk shaxsiy ko'rgazmasi iliq kutib olindi. Mehmonlar, ustozlar va san'atni yurakdan his qiladiganlar uning muhabbatini ko'ra oldilar. Kim biladi, ehtimol kelajakdagi manzil Luvr bo'lsa. San'atning muhabbatidan bahramand bo'lishni istasangiz, Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyi eshiklari siz uchun ochiq.